Nimada sizni kuchingiz deydimi, sizni zo'r tomoningiz deydimi? Rost ekanmi kelgan depressiya holatidagi rost ekan kelgan odamni ikkita seansda chiqazib olaman depressiyasidan. Ikkita seansga keladi, 1 soatmi, 2 soatmi gaplashaman, depressiyadan chiqazib olaman. Keyin o'sha depressiyadan chiqqandan keyin bu yog'iga oxirigacha ishlanadi. Bir xilli ishlamay ketib qoladi ham. Bu asosiy muammosidan qutuldi-yu, ketadi. Shu tarafdan faxrlanaman. Keyin bir xilli keladi, endi seanslarga kelib yurgan, qatnab ishlab, hafsala qilib, rostdan o'zini ustida ishlagan odamlarda o'zgarishlar nima bo'ladi? Oldin qulog'i muzikani eshitmagan. Eshitsa ham muzikani, uni rohatini sezmagan. O'sha muzikani eshitib rohatlanishni boshladim deydi. Hid sezishni boshladim deydi. Butun umr burnim bitib hid sezmasdan yurganman, hid sezishni boshladim deydi. Tam sezishni boshladim deydi. Stress yomon narsa-da, depressiya. Odamni o'sha stressdan qochib o'zini bloklab oladi, odam bekitib oladi. Har qanaqa yomon holatdan o'zini olib qochadi. Shu vaqtda o'zida insonni instinkti shunaqa ishlaydiki, yomon narsadan bloklagan odam yaxshi holatlarni ham sezmay qo'yadi bora-bora. Hattoki shunaqa insonlar bor, hayoti davomida shaxsiy gaplarni hech kim bilan muhokama qilmagan. Chunki o'rtog'i yo'q, dugonasi yo'q. Ota-onasidan sir saqlaydi, bir xil gaplarni gapira olmaydi. Shunaqa odamlar bor-da, faqat ishlaydi yoki o'qiydi. Muloqot qilmaydi. Bir xil odamlar o'sha muloqotga ehtiyoji juda yuqori. Ichidagi qolib ketgan, ichidagi gapirgisi kelgan gaplarni bemalol gapirishga imkoniyat yaratilsa boru, hech qanaqa xavfsiz, shubha qo'rquvsiz. Odamlar gapirib ham g'uborini chiqaradi, hatto. Siz ham misol uchun do'stu birodaringizga g'am tashvishingiz bo'lsa, bemalol kelib, "Mana shunaqa tashvishdaman, qo'rquvdaman, xavotirdaman. Hozir miyam yaxshi ishlamayapti. Nima deysan shu holatda? Sen meni chetdan ko'rib turgan odamsan. Sen aqling joyida, uchinchi shaxs sifatida. Shunaqa vaqtda sen nima qilarding?" deb maslahat so'ra olasiz-da shu. Stress holat, qiyin holatlarda hayotiy. So'ra olasiz, u sizga o'zini fikrini aytadi. U to'g'ri noto'g'riligini o'zingiz keyin qaror qabul qilib nima qilasiz, lekin siz gapirib olasiz o'sha gap. Bo'lishasiz ichingizdagi o'sha g'am tashvishingiz, muammolaringiz bilan yaqin odamingiz bilan bo'lisha olasiz. O'shani o'zi bir 20-30% ga sizni ichingizdagi xavotir, qo'rquvlaringizdan ozod bo'lishga sababchi bo'ladi. Hech bo'lmaganda uxlashga imkoniyat yaratadi. Olib turgan vaqtingizni kimgadir aytishingiz kerak-ku. O'shaqa vaqt.